Dajjolning oxir zamonda chiqishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih hadislarda aniq ravshan bayon etilgan. Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Dajjolning chap ko'zi g'ilay, sochi qalin, uning jannati va do'zaxi bor. Aslida do'zaxi jannat, jannati esa do'zaxdir. Yana Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Men Dajjolda bo'ladigan narsalarni uning o'zidan ham yaxshiroq bilaman. Uning oqib turuvchi ikki anhori bo'lib, bir ko'zga oppoq suv bo'lib ko'rinsa, ikkinchisi alangalanib turgan olov bo'lib ko'rinadi. Agar biron kishi unga duch kelsa, olov bo'lib ko'rinayotgan anhorga kelsin, ko'zini yumib, boshini eksin va undan ichsin. Haqiqatda u sovuq suv bo'ladi. Dajjolning ko'zi o'chib ketgan bo'lib, ustida ortiqcha teri bor. Ikki ko'z o'rtasiga kofir deb yozilgan. O'qishni bilgan bilmagan har bir mo'min uni o'qiy oladi. Dajjol shaytonning lashkarlaridan biri. Eng katta lashkarlaridan, eng katta imkoniyat berilgan maxluqotlardan. Dajjol xoriqo odat narsalarni, inson ko'ziga notabiiy ko'ringan ishlarni amalga oshiradi. Masalan deylik, bulutni chaqiradi, yomg'ir yog' desa yomg'ir yog'adi, daraxt ko'kar desa daraxt o'sib chiqadi, meva sol desa meva soladi, oldingizda mevani olib beradi. Buni ko'rganda oddiy folbinlarning hiyla makrlariga aldanib turgan odamlar Dajjolni bu qilig'iga labbay deb ketib qoladi. Xatarlisi shu. Iymoni bor odam, e'tiqodi mustahkam odam buni farqiga borish kerak. Dajjolni ko'rib san dajjolsan deya olish kerak. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni odamlar orasida Masih Dajjolni zikr qilib shunday dedilar: Alloh g'ilay emas, bilib qo'yinglar. Masih Dajjolning o'ng ko'zi g'ilay bo'lib, bo'rtib chiqqan uzumga o'xshaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytdilar: Kechasi tushimda Ka'baning yonida turgan emishman. Shu vaqt bug'doyrang bir kishini ko'rdim. U siz ko'rgan bug'doyrang kishilarning eng chiroylisi edi. Sochi ikki yelkasiga tushgan, taralgan, boshidan suv tomib turardi. Qo'llarini ikki kishining yelkasiga qo'yib, Baytullohni tavof qilar edi. Men bu kishi kim deb so'radim. Masih Iso ibn Maryam deb javob berishdi. Yana bir kishini ko'rdim. Sochi qisqa va jingalak, o'ng ko'zi g'ilay. Men ko'rgan odamlar ichida Ibn Qatanga juda o'xshab ketadi. Qo'llarini ikki kishining yelkasiga qo'yib, Baytullohni tavof qilar edi. Bu kim deb so'radim. Masihi Dajjol deb javob berishdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Ammo zalolatdagi Masihga, ya'ni Dajjolga kelsak, uni ko'zi g'ilay, peshonasi keng, burun teshigi katta, Abdul Uzzoga o'xshab qomati ozgina egilgan. Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, uning menga o'xshashi menga zarar qiladimi deb so'radi shunda Ibn Qatan. Yo'q, sen musulmonsan, u kofir deb javob berdilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Dajjol mashriqdan, Xuroson degan joydan chiqadi. Yuzlari teri qoplangan sovutga o'xshaydigan guruhlar unga ergashadi. Said ibn Jumxon Safniydan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga xutba o'qib shunday dedilar: Har bir nabiy ummatini Dajjoldan ogohlantirgan. Ogoh bo'linglar. Uning chap ko'zi g'ilay, o'ng ko'zining ustida ortiqcha teri bor. Ikki ko'zining o'rtasida kofir deb yozilgan. U bilan ikki vodiy chiqadi. Biri jannat, boshqasi do'zax. Aslida uning do'zaxi jannat, jannati do'zax bo'ladi. Dajjol odamlarga: Men sizlarning Robbingiz emasmanmi? Tiriltiraman va o'ldiraman deydi. U bilan ikki farishta bo'lib, ular ikkita payg'ambarga o'xshaydilar. Men u payg'ambarlarning ismini, otalarining ismini ham bilaman. Xohlasam ularning ismini ham aytishim mumkin. Biri Dajjolning o'ng tomonida, boshqasi chap tomonida bo'ladi. U: Men sizlarning Robbingiz emasmanmi? Tiriltiraman va o'ldiraman deganida farishtalardan biri aytadi: Yolg'on aytding. Lekin bu farishtaning gapini uning sherigidan boshqa biror inson eshitmaydi. Ikkinchisi birinchi farishtaning gapini tasdiqlab, rost aytding deydi.
Mana shu narsa odamlarga fitna bo'ladi. So'ngra Dajjal yo'lida davom etib Madinaga yetib keladi. Bu o'sha kishining, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shahrimi deydi. Unga Madinaga kirishga ruxsat berilmaydi. So'ng Shomga yetib keladi. Alloh uni Afiq davonida halok qiladi. Yuqoridagi ma'nolarni ifodalaydigan har xil rivoyatlar bilan kelgan boshqa sahih hadislar ham bor. Inshaalloh o'rni bilan la'nati Dajjal haqidagi suhbatimiz asosida o'sha hadislarni ham keltirib o'tamiz. Dajjalning sifati: uning jussasi juda katta bo'ladi, xudolikni da'vo qiladi. Shuning uchun Dajjalning gavdasi katta bo'lishiga qaramay, ojizligi va ko'zidagi nuqsonga ishora qilib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh g'ilay emas deb aytgan edilar. Dajjal inson bolasi, u jin ham emas, farishta ham emas. Demak, unda kishilarniki kabi gavda va qomat bor. Odamlar singari yeydi, ichadi, uxlaydi, bedor bo'ladi, hojatga boradi, yer yuzida yuradi va ulov minadi. Hachirining ikki qulog'i o'rtasidagi masofa 40 ziro keladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Dajjalni shunday sifatlaganlarki, biz uni ko'zimiz bilan ko'rib turgandekmiz. Umumiy hadislarda kelgan vasfga ko'ra, Dajjalning jussasi bahaybat, bo'yi baland, semiz kishi. Uning kalta, quyuq va jingalak sochi bo'lib, qomati ozgina egilgan, rangi oq, ikki ko'z o'rtasiga kofir deb yozilgan. Bu yozuvni o'qishni biladigan va bilmaydigan har bir mu'min o'qiy oladi. Ikki ko'zi g'ilay, lekin o'ng ko'zi o'ta g'ilay bo'lganidan nursiz bo'lib ko'rinadi. Chap ko'zining ustida ortiqcha teri bor. U teri ko'zini qoplab turadigan bir parcha teri yoki ko'zning chetidan o'sib chiqqan go'shtga o'xshaydi. Chap ko'zi ham g'ilay, demak u yaxshi ko'ra olmaydi. Deyarli ko'r yoki ko'rga yaqin. Shunday bo'lishiga qaramasdan, u yerni yuzini aylanib chiqadi va hamma yo'qni fasodga to'ldiradi. O'zi Dajjal chiqqan paytida Dajjaldan din dushmanlari foydalanmaydi. Dajjal hammasidan foydalanadi. Dajjal ularning lideri bo'ladi. Hammasini ergashtiradi o'ziga. U o'zini aytganini qildiradi. Oldin payg'ambarman deydi, keyin xudoman deydi. Allohman deydi. Ya'ni hozirgi muxolifatlar kichkina muxolifatlar bular. Dajjalchalar bular. O'da Dajjalning lug'atda ma'nosi yolg'onchi. Dajjala aldadi degani. Dajjalada o'tda kazzab odam, ko'zbo'ylag'ich bo'ladi. O'tda makkor va o'ta og'ir fitna bo'ladi. U chiqqan paytida muxolifni lideri u bo'ladi. Qolgan hammasi unga ergashadi. Dajjalga ergashganlar dunyo matosidan mahrum bo'lmaydi. Dunyoda ancha-muncha narsaga erishadi. Dajjalga ergashganlar. Mahdiyning atrofidagilar, Isa alayhissalatu vassalomning yonidagilarga qiyin bo'ladi. O'ta og'ir fitnaligi shunda. O'sha qorinni g'amini yeyveradigan, qorni uchun hamma narsani qilaveradigan odamlarning aksariyati ketadi Dajjal tomonga. O'tib ketadi qornini deb. Hozir ham Dajjal kerak bo'lmayapti. Bitta apendis kelsa hamma o'rab olyapti atrofni. Bu ham Dajjalning bir ko'rinishi bu ham. Odamlarga va'da qilyapti. Dajjal jannatni va'da qiladi. Jahannamdan qo'rqitadi. Mana jannatim deb ko'rsatadi, mana jahannamim deb ko'rsatadi. Shunda payg'ambar alayhissalom u jannat degan joy jahannam deganlar, u jahannam degan joy jannat deganlar. Dajjalni qiladigan ishlaridan yana bittasi u Madinaga kirmoqchi bo'ladi. Madina ahli Dajjalni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjal va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjal keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjal tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, bir yigit Dajjalni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjalning oldiga kelgan paytda Dajjal unga seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber dedi. Hali yigit sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Dajjal ekanligingga guvohlik beraman. Shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Dajjal uni fitnaga solib yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi? Atrofidagi kofirlar yo'q.
Agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang, seni robligingga shubha qilmaymiz deydi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadida, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjol buyuradi. Yigitni yerga o'tkazib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashlashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekkaga qo'yib, o'rtasidan Dajjol shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadida butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjol bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, biri ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tikka turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb ayt deydi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjol ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjoldir. Endi u mendan keyin hech kim o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi." Shunda Dajjol uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi. Ya'ni qilichda har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjol mana shu joydan omid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishligi boshlanadi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida, Dajjolning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhissalom tushligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Dajjol va kofirlar Iso alayhissalomning osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjolni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida erib bo'lguncha uni tanasiga urib, qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Dajjolning taxminiy surati shu. Uning yomonligidan Alloh panoh bersin.